Assalomu alaykum barchaga. Demak, biz hozir ko'pchilikdan kelib tushayotgan savol Pinterest ilovasi. Har birimiz mana shu ilova oddiy akkauntni professional akkauntga aylantirishda albatta Pinterest ilovasidan foydalaniladi. Pinterest ilovasi qanday ilova mana? Pinterest ilovasi. Bu juda bir mo'jizaviy ilova deb adashmayman. Mana asosiga kirib olaman. Pinterest ilovasida siz qo'ymoqchi bo'lgan reels, video hamma narsa shu yerda bor. Shablonlar desak xato bo'lmaydi. Bunga kirish uchun ro'yxatdan o'tib olasiz. Birinchi kirganda men o'tib bo'lganman. Mana hammasi bor. O'zi qiyin emas. Ro'yxatdan o'tib olsanglar mana Nilufar xonim anaqa elektron pochtalarni kirgizasizlar. Mana bu yoqda juda g'oyalar ko'p. Maza qilib ishlaysizlar, Instagraminglar professional darajaga chiqishida Pinterest ilovasini o'rni juda ham katta. Mana saqlanib qoladi. Keyinchi bu yoqda nima ijod qilsanglar hammasi saqlanib qoladi. Mana meniki ham bu yoqda karusel postlar yasaganman. Mana logo qilganman. Logo ham bu yerda bor. Keyin mana qanaqalar ham yuklab olish mumkin. Как раз bu kerak. Mana olmoqchi bo'lsak qanaqa qilamiz? Bizga Instagramni mana emblemasi kerak. Yuklash uchun mana Save as bot. Demak, esingizdan chiqmasin. Mana yana parolim. Save as botga o'tib olamiz. Mana Save as bot. Demak, bu yerdan galeriyaga saqlanib qilamiz. Kerak bo'lsa olib ishlataveramiz. Bu yerda juda ham g'oya ko'p. Sizlarga videoga qo'shimcha kadr kerak bo'ldi yoki ko'chada yomg'ir yog'yapti, sizlar yomg'irni kadri kerak, uni olishinglar mumkin. Xullas, mo'jiza desam adashmayman, chunki men bu mana bitta tasvirni bir necha xil ko'rinishlari bor mana. Oddiy men bu Instagram tasvirini buni ayniqsa aniqlarga ishlatsanglar bo'ladi. Mana. Mana Spotga kiramiz. Buni olishimiz mumkin. Demak, mana bitta tasvirni nechta ko'rinish qaranglar. Mana. Oho, necha marta nechta ko'rinish xohlaganinglarni olishinglar mumkin. Toshkent. Mana. Shuncha sizlarga variant mana Toshkentning anaqasi. Toshkent deb poyisib berdik mana. Ko'ryapsizlar, oho, turli tuman вечерний Toshkentning ancha variantlarini chiqarib berdilar. Masalan, любойni yuklashimiz mumkin. Mana yuklashni tushuntirdim. Save as botga o'tamiz. Save as bot tashlaymiz. Oxirgi Samarqand olganiga mana galeriyaga saqlanib qilamiz. Demak, biz olgan video yoki fotoni joylash uchun yana Instagramimizga kiramiz. Profilimizga kirgandan keyin mana shu anaqaga istoriya joylash uchun mana bilasizlar. Mana. Demak, mana mana yozuv xohlasak mana anaqani tekstni bosamiz. Salom Toshkent. Salom Toshkent. Masalan-da. Mana yozuv yozdik. Rangini mana rang o'zingizlarning tabiiylarga qarab o'zgartirasizlar. Mana rangni belgisi bor. Budir, yo'q bu. Xohlaganinglarni o'zgartirasizlar. Keyin stiker qo'yadi ko'pchilik. Mana stiker xohlaganinglarni ham men ko'proq stiker ishlataman. Demak, mana bo'ldi. Boshqa istoriya, ketdi istoriyamiz. Demak, tushundinglar? Pinterestdan olib istoriyaga yo farqi yo'q, reels bo'lsa, mana anaqaga ham joylashsanglar bo'ladi. Akkauntga joylashda professionalniy paneldan kiramiz. Rekomendatsiya, axvat, kamerani rasmchasi bor burchida, o'shani bosamiz-da. Mana nima joylaymiz? Masalan, men bu kostyumlarni joylaymiz. Dalay va albatta izoh yozamiz. Kostyum 100,000 so'm. Masalan-da, bu bilasizlar, o'rganish uchun ochilgan profil. Поделиться. Bu joylashguncha bizga boshqa videolar chiqib turadi. Mana joylashib bo'ldi. Men bu отправить do'stinglarga отправить qilasizlarmi deb men qilmayman. Qilmaganinglar ma'qul. Majburan yuborib reels ko'rdirganinglar bilan ular ko'rmay o'tkazib yuborsa xotinglar tushib ketadi. O'shaning uchun yubormaganinglar ma'qul. Xohlagan kishi o'zi kirib chiqadi. Обязательно o'zim like bosib qo'yaman. Mana shunaqa belgilaymiz. Demak, mana endi joylandi, ko'ramiz. Mana qanaqa joylandi. Mana kostyumimiz ham joylandi. Mana akkauntimiz bo'ldi. Keyingi demak darsda Canva'ni yana bir oddiy profilni professional profilga aylantiradigan muhim dasturlardan biri, ilovalardan biri Canva. Canva ham shunga o'xshash bir imkoniyatlari keng ilova hisoblanadi. Demak, keyingi darsimizda uni ishlatishni o'rganamiz. E'tiboringlar uchun rahmat.